Jama shu yerda kirib yashashga tayyor 3 xonali domimiz sotilyapti. Bu yerda remontlari tayyor, shunda kirib yashayveradigan joyi. Xo'sh, kelinglar, bir chekkadan boshlayveramiz. Bu yoqda dushimiz. Polni ko'rishlaring mumkin. Dushi ham, sanuzeli ham hamma yo'g'i tayyor holatda, remontlari ham, patologiyacha chiroyli qilib o'sha dushi mehr berib qilingan. Mana bu yog'imiz yotoqxona, bemalol ko'rishlaring mumkin. Ko'rsangiz, tomlarni ham bitta ko'rsalaring bo'ladi. Endi 4 yil oldingi remont ekan, lekin o'shanaqa bo'lsa ham, ammo o'sha rosa mehr berilgani bilinib turibdi, lekin mana shu yerda tomni yengil o'sha qarov kerak. Qarab olsalaring bo'ldi, xudo xolasa. Qolgan tarafi tayyor. Endi bu yog'imiz mana mehmonxona. Aboylarni tortib, patologlarni ham chiroylab mehr berib remontlar qilib qo'yishgan ekan. Hop, holatimiz yaxshi. Endi mana bu yer. Bu endi xona emas, bu yo'qligida, koridor. Bu yer oshxona bo'lgan, eski o'sha loyihasi bo'yicha oshxonani, lekin hozircha mana bu yoqqa ko'chirishgan ekan. Hop. Bu yoqda yana bitta o'sha detskiy xonamiz mavjud. Bu yerda ham remontlari joyida. Xudo xolasa o'sha vaqtincha yashab tursa bo'laveradi. Hop, bu yerlarda ichimlik suvlari, mana gazlar kelgan, gazni ko'rib turibsizlar va svetlarimiz mavjud. Manzilimiz Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashu shaharchasi. Hop, PMKda joylashgan, PMKning 2-qavatida joylashgan 3 xonali domimiz. Hop, endi manzilini bir batafsil ko'rsatib qo'yadigan bo'lsak, aka. Ketdik. Mana podyezdlarimizni ko'rib turibsizlar. Holati yaxshi, yog'och bo'lsa ham holatini yo'qotmagan ekan. Juda yaxshi turibdi. Hop, narxini 28 ming aka kelishtirib beraveramiz. Telefon qilishaversin deyapti. Uyda egasi ukaxonimiz, xudo xolasa. Hop, keling. Mana o'sha yerda joylashgan. Hop, bu yog'i o'sha PMKga mana Jokarda oldiga kirib kelganda birinchi qatordagi domlarimiz 3-podyezi. Bu tarafda o'sha sariq banisa tomonidan hop kelsa bo'laveradi. Kelganlaringda bu yoqdan 4-podyez bo'lar ekan. Xullas, mana shu domimiz mana tepadagi tashqi fasadlarni ham chiroyli qilib remontlar qilib qo'yishgan. Hop, tayyor dom, akfalarni o'rnatib qo'yishgan. Kirasizlar, shunda yashayverasizlar. Narxini o'sha 28 ming kelishtirib beraveradilar. O'sha kommentariyada nomerlarini qoldiramiz. Telefon qilib, mana Hatamboy ukamizga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa chiroylab kelishtirib beraveradi. Kanalda mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib kuzatib turinglar. Yaxshi joylarda lokatsiyasi bilan tashlab boryapmiz. Lokatsiyasi mabodo Telegram kanalimizda bo'ladi. Sog' bo'ling.